Assalomu alaykum aziz muxlis. Britaniya razvedka samolyoti Rossiya yaqinida ayg'oqchilik qildi. Joriy yilning qirollik harbiy havo kuchlarining razvedka samolyoti NATOning sharqiy chegarasini kuzatish uchun Rossiya bilan chegarada 12 soatlik parvozni amalga oshirdi. Elektron razvedka samolyoti va R-8A dengiz patrul samolyoti uzoq shimoldan Rossiya bilan chegara bo'ylab qariyb 10.000 mil uzoqlikda Belarus va Ukrainani ham kesib o'tdi. Qayd etilishicha, operatsiya o'tgan oy davomida Rossiya dronlari va samolyotlarining NATO havo hududiga takroriy bostirib kirishi, jumladan Polsha, Ruminiya va Estoniyadagi voqealardan so'ng amalga oshirilgan. Ikkala samolyot ham turli usullar yordamida razvedka ma'lumotlarini yig'ish, operativ xabardorlikni oshirish va tahlil qilish maqsadida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan. Matbuot xizmatining qo'shimcha qilishicha, Britaniya samolyotlari va boshqa NATO ittifoqchilari jamoaviy mudofaa tamoyillariga sodiqligini namoyish qilib, qo'shma missiyasini bajargan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning 3 ta MiG-31 qiruvchi samolyoti Vandlo oroli yaqinidagi Finlandiya ko'rfazi orqali Estoniya havo hududiga ruxsatsiz kirib borgan va u yerda taxminan 12 daqiqa qolgan. Bu 2025-yilda Rossiya samolyotlarining Estoniya chegarasini 4-marta buzishi edi.